Allo. Allo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Muzaffar aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat, o'zingizmi? Ahvollaringiz yaxshimi? Kim bu? Akajon, ayni daqiqalarda sizni tabriklar loyihasidan qo'ng'iroq qilib bezovta qilib turibman. Bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Muzaffar aka, bizning tabriklar loyihamizga siz uchun chiroyli bir dilnomalar kelib tushgan. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu chiroyli dilnomalarni qadrli insonlaringizdan kim yo'llagan bo'lishlari mumkin? Ayolim jo'natgan uchun. Mashalloh, albatta, agar birozgina qimmatli vaqtingizni biz uchun armag'on aylasangiz, ushbu omonat tabriklarni sizga o'qib eshitiraman, maylimi? Mayli. Unda bizni diqqat bilan tinglang. Assalomu alaykum. Men uchun hurmatli ulug' insonim, farzandlarim mehribon otasi, oyijonimning va bizning suyanchig'imiz, oq qarosi bo'lgan azizim. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Azizim, Alloh umringizni Baqara surasidek uzun, Yusuf surasidek go'zal, Yosin surasidek barakatli va ziyoda qilsin. Yana shuni tilaymanki, Alloh sizni ikki dunyo aziz va mukarram qilsin. Azizim, hayotimda siz borligingiz men uchun eng katta baxt va tayanch. Siz bilan o'tkazgan shu 19 yil uchun borim qurbon. Sizdan minnatdorman. Har doim oilamiz uchun mehnat qilib, bizga mehr va e'tibor berib yashaganingiz uchun. Tilagim doimo sog' va salomat, qadrli va baxtli inson bo'lib yuring. Qalbingizda barcha orzularingiz ushalsin. Ishlaringizga omad, xonadonimizga fayz, barokat yog'ilsin. Azizim, men uchun siz nafaqat turmush o'rtoq, balki ishonchim, suyanchim va hayotimning eng aziz insonisiz. Ilohim, yaxshi kunlarimiz ko'p va davomiy bo'lsin. Agar dunyoga kelsam, har gal tanlar edim sizni hardim. Siz mening borim, quvonchim, olamim siz butun bir dunyoda o'zlarini chiroyli tilaklarini qoldirgan yaqin insoningiz, latofatli ayolingiz Shohsanamxon opamiz hamda ushbu tilaklarga volidangiz hamda ko'zingizni oq u qarolari farzandlaringiz ham qo'shilib, tabriklab, qutlab qoldirdilar Muzaffar aka. Salomat bo'ling. Sizning ham ularga ikki og'iz shirin so'zlaringiz bo'lsa, marhamat aytishingiz mumkin. Alloh umriga, rizqiga, kasb-koriga baraka bersin. Ayolni yetkazgani uchun Allohga berib hamd sanolar bo'lsin. Ayol uchun jonim fido. Juda xursandmiz. Muzaffar aka, bugungi ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Ilohim qo'sha qarib farzandlaringiz baxtiga doimo sog' va salomat bo'lib yuradilar. Salomat bo'ling. Biz uchun ajratgan qimmatli vaqtingiz hamda ajoyib suhbat uchun sizdan minnatdormiz deya ushbu loyihani sevimli boshlovchisi Sohiba Qurbonova siz bilan jonli qo'ng'iroqlar aloqada bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling. Allohga omonatsiz. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Biroz yelkangizga boshimni qo'yay, o'zimni tog'im deb erkalab suyay. Yagona baxtingiz boringiz bo'lay, sizni hammadan ham yaxshi ko'raman. Dard cheksam dardimga darmon o'zingiz, dilga xush yoqarkan shirin so'zingiz. Men o'sha siz suygan go'zal yuzingiz, sizni hammadan ham yaxshi ko'raman. Istagim mana, yonimda bo'ling siz har doim mana. Yor, tilagim mana, baxtimga sog' bo'ling har doim mana. Allo, assalomu alaykum.